Bundan 2 yil oldin bu yerda dom yo'q edi. Mana dala edi, atrofiga qarasanglar ham ko'rinadi. Bundan 1 yil oldin esa bu domlar bitdi. Namastroyka dom, shartnomasini ham o'zimizga sotganmiz, birlamchi ipotekaga hamma uy olgan. Ko'rsanglar, bitta ham prodayosi yo'q. Sotiladigan uy kam, chunki odamlar mazza qilib yashayapti. Pastda bisetka, bolalar maydonchasi, avtoturargohlari ham bor. Yana 1 yildan keyin bu joy narxi oshib ketishi aniq, sababi talab kuchli. Hurmatli obunachilar, Yangi Hayot tumani Yangi Darxonga kelganmiz. 16 qavatli domning 7-qavatdan 3 xona hali hech kim yashamagan toza remontli uyimizga chiqdi. Narxga sotiladi, narxi ham yengil. Hozir shuni sizlarga obzor qilib beramiz. Bismillah, obzorni boshlaymiz. Kiruvchi asosiy eshigimiz Fayzli xonadon, keng katta prixoshka. Obzorni boshlaymiz. Bu tomonda zalni ko'rishingiz mumkin, keng katta zal. Bemalol mehmon kutib oladigan joyi. Bu tomonda ikkinchi xonamiz, ya'ni bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Bolalar xonasi ham katta. Bu tomonda kattalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda shkaf qo'yish uchun alohida joylari bor. Menga o'xshagan chiroyli narujniy balkonlari ham bor. Shunday balkonga chiqadigan bo'lsak, toza havo, ya'ni chiroyli atmosfera. Yangi Darxonni ko'rishingiz mumkin. Pastda mashina qo'yish uchun parkovka, bolalar maydonchasi, bisetka bor. Qisqa qilib aytganda, chiroyli atmosfera. Hurmatli obunachilar, 16 qavatli domning 7-qavatida joylashgan, chiqib tushish uchun ikkitalab liftlari bor. Fayzli xonadon, remontlari toza holatda. To'g'rida sanzelni ko'rishingiz mumkin, ya'ni sanzel smishenniy holatda. Vanna, hojatxona bitta joyda joylashgan. Tapatal kafelar qo'yilgan. Bu yoqda ayollarning xonasini ko'rishingiz mumkin, ya'ni kuxnya ham dom konturli katel qo'yilgan, sitizmis suvdan muammo bo'lmaydi. Bonusga gaz plitalari ham bor. Ovqatlanish uchun keng joylari ham bor. Hurmatli obunachilar, har bitta xonaga registrlari bor. Umumiy maydoni 74 kvadrat metrlik 3 xonalik uyimiz, maktab, bog'cha, poliklinika, korzinkaga ham yaqin joylashgan, metrogacha 1-2 km orada joylashgan. Umumiy maydoni 74 kvadrat metr bo'lgan 3 xonalik uyimizning narxi $66,500. Realtor Ali kanalida to'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Pastda nomerlar qoldirib, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.